Assalomu alaykum ustozlar. Bugun sizlar bilan burchakni o'lchash uchun transporterdan qanday foydalanamiz? Shu to'g'risida o'quvchilarga osonroq tushuntirishi bir yo'llari bor. Bu uchun GeoGebra dasturida quyidagi havolaga kiramiz. Ko'k havolaning ustiga bir marta bossak kiradi. Mana. Bu yerda bizlarga ikkita narsa berilgan. Burchak va transporter berilgan. Xohlasak tilini o'zimizga moslab o'zgartirib olishimiz mumkin. Mana menga chiqdi protektor yordamida burchakni o'lchash deb. Endi burchak berilgan, transporter berilgan. Nima qilamiz? Burchakni transporterga olib kela olmaymiz. Ya'ni kitobda yoki daftarimizda qanday burchak chizsak olib kela olmaymiz, lekin transporterni burchakni ustiga olib borib qo'yishimiz mumkin. Ko'pchilik xato qiladigan joyi o'quvchilar mana bunday o'lchaydi. Yoki mana bunday o'lchaydi. Mana bunday qilib pastidan o'lchaydi. Bu narsa xatoligini mana burchakni o'lchash yordamida ko'rish mumkin. Demak, transporterni qayerga olib kelib burchakni qayergacha o'lchash kerakligini o'quvchiga o'rgatish uchun bu juda yaxshi programma. GeoGebra dasturidan juda yaxshi ko'rsatilgan. Mana nechini ko'rsatyapti desak, o'quvchilar ikki xil aytadi. 50, 130 deydi. Bir xillar 130 deydi. Xo'p, 50 gradusli. Mana bu burchak o'zi aslida, mana bu burchak o'zi aslida qanday burchak? O'tkir burchak. Xo'p, o'tkir burchak necha gradusgacha bo'ladi? 90 gradusdan kichik bo'lishi kerak. Demak, qaysi biriga to'g'ri keladi? 130 gami, 120 gami yo 50 ga to'g'ri keladi? Nechiga to'g'ri keladi? 150 ga. Biz mana bu yerda answer, ya'ni javob tugmasini bosganimizda 50 gradusni ko'rsatyapti. Demak, to'g'ri ekan. Xo'p, mayli, transporterni olib qo'yamiz. Random qilamiz. Bu yerda javobni yashirib turamiz. Bu ham o'tkir burchak, olib borib o'lchaymiz. Qani necha gradus ekan? Mana bu yerda qizil nuqta chizig'ini ustida turishi kerak. Mana bu transporterning qizil nuqtasi chizig'ini ustida, ya'ni qizil va yashil nuqtalar bitta to'g'risida yotishi kerak. Nechini ko'rsatyapti? 140 va 130 oralig'ida deylik. Tepadan aniqni o'lchaylik. 5 dan o'tyapti, bitta o'tyapti. Mana bu yerdagi 5 chiziqchasidan bitta o'tyapti. Demak, bu 40 dan 6 ta o'tganini, ya'ni 46 gradusligini ko'rsatadi. Qani javobini ko'raylikchi? Ha, haqiqatan ham 46 gradus ekan. Endi javobni o'chiramiz, boshqa burchak olamiz. Bu yerda bizga qanday burchak berilyapti? O'tkir hammasi, o'tmas hammasi. Kattaroq burchak berilyapti. Xo'p, buning uchun qanday o'lchaymiz? Ma'lumki, tepa qismi, ya'ni yarim aylanasi 180 gradus tashkil qiladi. Qolganini topish uchun mana bu qizil nuqtani biz buni aylana atrofida burishimiz mumkin. Xo'p, endi necha gradusni tashkil qilayotganligini ko'rishimiz uchun 180 ga mana bu yerdagi o'tmas burchakni qo'shishimiz kerak. 31 gradusni tashkil qilyapti. 131 gradusni tashkil qilyapti. Xo'p, 180 qo'shamiz 131 necha bo'ladi? Bu yerda aniqroq qo'ymadimmi men? Ha, mana bu yerda xato qo'yibman. Ya'ni mana endi aniq bo'ldi. Ya'ni bu yerda gradusni ozgina farqlashimiz ham mumkin. Mana bu chizig'i bir xil bo'lishi kerak. 130 ga juda yaqin bo'ldi. Qo'shsak 310 ni tashkil qilyapti. Javobni o'chirib turamiz.